Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi bu Uyg'uriston Azatlık televiziyasi tarafidan o'rinlashtirilgan xabar va muloyiza programmamizga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar, bugun 5 aprel, ya'ni buningdan 27 yil ilgari vatanimiz Uyg'uristonning Barin yesida şereflik Barin inqilobi başkomandan şehidimiz Zeydin Yusuf ve onun sepdaşları Cemal Muhammed, Ahad Tilavaldi, Obul Kasım İbrahim Katarlık mücahitlerimiz özüdün milyon hisse güçlük düşmenge, korallık karşı çıkıp bizlerge cihat kılışının ölgüsünü yaratkan bir ulug' bir gün. Biz bugün gerçi vatanimizden bir qancha ming kilometr uzoqlikda bo'lsakmi, bu qarindoshlarimizni eslash va ulardan faxrlanish tuyg'usi bilan bu programmani o'tkazdik. Bugungi bu programmamizda hurmatli Abdurahimjon bizga bu to'g'risida suhbat qilib berdi. Hurmatli Abdurahimjon, bu Barin azatlık hareketinin bu Şarkı Türkistan'ın yakınki zaman azatlık hareketiga ko'rsatgan ta'sirlari, yani bununki yaşlarımızda qo'zg'agan veya yaşlarımızga ta'sir qilgan bunun ijobiy taraflari ustida bizga bir suhbat qilib bersangiz, qani marhamat. Assalamu alaykum, hurmatli Uyg'uristonlik qarindoshlar. Assalamu alaykum. Vatanning sirtida, dunyoning har qaysi joylarida muhojirat yashayotgan va shundaqla vatanning firaqida millatimizning erkinligi uchun, millatimizning mustaqilligi uchun, dinimizning quvvat tepishi uchun kurash qilayotgan va bir kishilik hassini qo'shayotgan aziz qarindoshlar, bugun Sharqiy Turkistonda bunun 27 yıl burun yüz bergen ve Xitoy işgaliyatçılarına karşı qo'lralliq hareket qo'zg'algan bir muqaddas tarixiy bir kundir. Hurmatli qarindoshlar, bugun biz şu Barin inqilobi deb atilib kelayotgan şu tarixiy hareketimizni yine bir qatim qisqacha eslab o'tish uchun bu yerda suhbatlashib o'tiryapmiz. Endi yuqorida Alimjonning o'zi bir savol tariqasida bir gapni qildi. Shu Barin inqilobininki, Barin jihodininki yoshlarimizga bo'lgan ta'siri, inqilobchilarimizga ko'rsatgan ta'siri to'g'riliq bir gap qilsangiz, yani shunday mazmun shunday bo'ldi. Bu inqilobning shu vaqtdagi ta'siri 90-yillardan keyingi vatanning ichki va sirtidagi ta'siri, siyosiy ta'siri, inqilobiy ta'siri haqiqatan kuchli bo'lgan. Buniki eng muhim bir nuqtasi shuki, vatanimizda Xitoy kommunistlari bo'libmi, Xitoy kommunistlari 49-yili vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin nurg'un qatim partiya tashkillanib, maxfiy tashkilotlar qurilib, hatta qurolliq tashkillanib, inqilob qilamiz, Xitoyga qarshi bir harakat qo'zg'aymiz deyotgancha qo'shib qilib bostirilib ketadi. Bu biz yoki Uyg'urlar hech qanday bir ishni qilmaydi ekanmiz, oramizdan xoin chiqib bosh qilib turadi ekan, Xitoyga qarshi bir tashkillanib, harakat qilib bir natija yaratamaydi ekanmiz deydigan bir afsuslanch bo'lgan. Ama Barin inqilobininki butunlay boshqacha bo'ldi bu harakatmizda. Pash bo'lib qolishi haqiqatan pash bo'lib qoldi. U pash bo'lib qolishda bu harakatga qatnashgan shu vaqtdagi fidokor azmatlarninki bexastaligida pash bo'lib qoldi. Hargizmi Xitoyga berib pash qilib qo'yganlikdan, bu harakatni oshkorlab qo'yganlikdan pash bo'lib qolmadi. Balki shu harakatga tayyorlanayotgan jarayonning o'zida bexastalik qilganlikdan bu jiddiy oshkorlanib qolib, Xitoy bu ishni bostirmaymiz, bu harakatni bostirmaymiz. Shu 4-oyning 5-kuni saharda Barin yezisi atrofini qo'rshab kelgan chog'imizda bu harakat yana patlab chiqdi, ya'ni taslim bo'lmadi. Ular biz qo'shib ketdimiz, endi chiroyli qurol topshirib, bu niyatimizni yenib
endi tish yutib ketaylik deydigan endi tarixda onundan burunki hareketlerge o'xshash taslim bo'lgan ish bo'lmaydi. Olar qo'zg'alib chiqib, shu barin yesiga to'plangan shu pilakarlarning o'zi, shuning o'zi qo'zg'alib chiqib bu harakatni elib bordi. Agar plan bo'yicha harakat o'tirg'i chiqqan bo'lsa, ya'ni 90-yil 4-oyning 21-kunisi boshlangan harakat deydi. Ama plandan 15 gün burun başına çıksa şu vakti jip aşkarının qo'qanliqdan Xitoy hukumati va qurolli askarlar, saqchilar qo'shib barın yesini atrofini qo'rg'agandan keyin shu yerga to'planib turayotgan, yana buyruq kutib turayotgan mujohidlarning o'zi bu ishni endi biz mushamiz plandan burun boshlaylik. Xitoyga taslim bo'lib, bundaq rasvo bo'lib, Xitoyning jazosiga uchragandan keyin bir qatim o'zimizning ruhimizni Uyghur ruhini, taslim bo'lmaydigan bir ruhning o'zini xalqimizga ko'rsataylik va dunyoga ko'rsataylik. Yani Uyg'urlarning taslim bo'lmaganligimizni, kelimiz bilan, jinimiz bilan, yashab hayotimiz bilan buni ko'rsataylik deb bular davomlashtirdi. Bu bir haqiqatan ulgu erishishga tegishli ruh edi. Shuning ulgusida undan keyingi bo'layotgan turli harakatlar mayli 3 kişilik, 5 kişilik olsun, mayli tashkilsiz, mayli tashkillik bo'lsin, hozirlik vatan ichida bo'layotgan harakatlar birisidan ulgilib davom etayotganligi ta'sir bo'lib qo'lga tushmasdan hatto shu tutqun kelgan Xitoy saqchilari, Xitoy askarlari bilib portlab munda fidokorlik ko'rsatdi. Bu ruhning o'zi 5 aprel 90-yildagi shu Zayd Yusuf boshchiligida taslim bo'lmasdan Xitoyga qarshi urush qilib shehid bo'lgan shu qahramonlarimizniki ko'rsatgan fidokorlikdan kelib chiqqan ulgu. Vatanning sirtida endi buniki siyosiy ta'sirdan boshqa bir harakat bo'lmagan ekan, bunda ta'sir bo'ldi demaydigan bo'lmaydi. Yani bu ish buning natijasidan bo'lgandi. Endi vatanning sirtida shu 90-yildagi bu harakatning xabarlari sirtga chiqishi bilan andan keyin Uyg'urlarning o'zi tashkillanib, shu tashkillanish fursati bo'ldi shu vaqtida. Masalan, Turkiyada tashkilot qurildi, Sharqiy Turkiston milliy qurildi, O'rta Osiyoda Uyg'uriston ozodlik tashkiloti, Sharqiy Turkiston xalqaro milliy komiteti degandek tashkilotlar aqida qurilishida onaki nurg'un sabab bor. Bir sababi vatanda xalqimiz to'liq taslim bo'lmaydi. Mana hozirgacha shu 90-yil 5 aprelgacha millatimizning taslim bo'lmaganligining isboti bu. Taslim bo'lmay bu yerda bir ozodlik uchun, mustaqillik uchun xalqimiz tashkillanib, o'zining qini bilan, jini bilan, yoshlik bahori bilan bu yerda bir erkinlik uchun kurash qilyapti, ozodlik uchun kurash qilyapti. Shuning uchun biz sirtda tashkillanib, siyosiy bir yetaklab dunyoga anlatib, bu bizniki vatanimizning ahvolini, Xitoyning zulmini, millatimizniki mustaqillikka bo'lgan orzu umidlarining texi yo'qolmaganligini biz dünya ahliga anlatib, dünya ahlidan yordam qabul qilib, undan keyin vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirmaymiz deydigan mo'l tarafdan bu harakatning, ya'ni bu sirtqi bo'lgan ta'siri bo'ldi. Degandek tashkilotlar qurilib, aqadan shu 90-yillarda biz men chet elga 94-yil chiqdim. Shu vaqtlarda chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining deydigan birdan bir gapi shu Barin inqilobi. Meni Barin inqilobi millatimizniki to'liq taslim bo'lmaganligini ko'rsatdi. U yerda Xitoyninki mayli kamchilik siyosati bo'lsin, mayli zulm qotgan siyosati bo'lsin, nimasi bo'lsin, Uyg'ur millati Xitoyning hech qanday narsani qabul qilmaydi. Uyg'ur millati faqat mustaqil bir Sharqiy Turkiston davlati qurib, mustaqil bir Uyg'uriston davlati qurib, mustaqil yashashga roziga Xitoyning hech narsani qabul qilmaydi, Xitoyga taslim bo'lmaydi degan shu bir o'lchamni ko'tarib chiqib, shuni tashkil qilayotgan ekan. Bu ta'siri shu chet ellik ta'siri. Endi bundan keyingi ta'siri endi unimi so'zlashga tegishli yana ba'zi bir taraflar bor. Masalan 97-yili bir turkum qarindoshlarimiz yana chet elga chiqish fursatiga erishdi. Bularning o'zi shu Barin harakati bostirilgandan keyin har qaysi yurtlarda shu Barin inqilobiga munosabatlik yoki gumonliq deb har xil qo'lga sharaflar bilan qo'lga ilingan, jazolangan qarindoshlarimiz chet elga chiqdi. Chet elga chiqib, zodi vatanni qurolli ozod harakat qilmoqchi
ya da azat qilib bo'lmaydi odamni. Zot qurolli harakat qo'zg'ab, Xitoyni zot adolatsizligini etib, ondan keyin bir harakat qo'zg'agandan keyin sirtdan balkim tilgan yordam shu vaqtda keldi. Maylilarning kelsin, o yerdan biz shu harakatni dasturini biz boshlaymiz deb chet elda tashkillanib, mayli siyosiy jihatdan tashkillansin, mayli diniy jihatdan tashkillansin. Bunda bir iqlimlar tashkillandi, masalan 97-yildan keyin. Yani O'rta Asiyada, Pakistan, Afg'oniston, Turkiya mushtaraklarda yana qayta bir harakatlanish bo'lib chiqdi. Shu vaqtdagi asosli xalqaro ishchi tashkilot, ya'ni iqlim guruh bu vatan qutqarish harakatiga mas'ul bo'lib, yana shuni tashabbus qilib o'tirib chiqqanga shu vaqtda 97-98 yilda. Qaysi asos? Bundan keyin bir tarafga Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti, bunga masalan Turkiya tarafidagi qarindoshlarimiz, O'rta Osiyodagi bir turkum qarindoshlarimiz bo'lgan. Yana bir tarafga Afg'oniston, Pokiston tarafga yig'ilgan diniy sohadagi qarindoshlarimiz bo'lar. Biz islom davlat quramiz deganda bir shuar bilan chiqqan. Har ikki tarafniki o'tirib qo'ygan nimasi o'tirib qo'ygan tasmiy deganda, o'tirib qo'ygan tasmisi nima desa 90-yildagi barında qo'zg'algan Sharqiy Turkiston ozodlik harakatininki biz davomini qilamiz. Davomini biz olib boramiz degan bir davoni o'tirib qo'ygan. Sharqiy Turkiston bu o'ylaki barındagi bu tashkillangan harakatninki ikki xil nom bor, ya'ni ikki yo'linish emas. Biri Sharqiy Turkiston ozodlik tashkilotining yana qurolli harakat qiladigan tashkilotning nomi. Bunun ideya jihatini yetakchilik qiladigan partiyaning siyosiy tashkilotining nomi Sharqiy Turkiston Islom partiyasi. Bu yamanda aytgan chaqda olaylarga bir mukammal bir shaklda boramiz deb o'tirib chiqqan bir vaziyat bu masalan. Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti degan bu tashkilot birinchi ma'nosi bo'ladi. Bir tashkilot bo'lgan ekan, qurolli harakat qilgan bir tashkilot bo'lgan ekan, buningga hamon ideya jihatdan, ideologiya jihatdan, nazariya jihatdan, siyosiy jihatdan yetakchilik qiladigan yana bir organ bo'lish kerak deb, ondan keyin u partiya tashkillangan. Partiyaning o'zini har xil nom bilan ataymiz deb, oxirida Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deb atash kerak deb, shu ko'pchilik shuni qo'llagandan keyin Sharqiy Turkiston Sharqiy Turkiston Islom partiyasi qurilgan. Endi mana 97-yilda ikkinchi eldagi bu harakatni biz davomlashtiramiz, shuni biz davom etib, bu iddaoni o'tirib qo'yganlarning o'zi bir qismlari Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti degan bu nomni. Antik diniy sohadagi qarindoshlarimiz, saboqdoshlarimiz, sabdoshlarimiz Sharqiy Turkiston Islom partiyasi qilamiz deb bunda o'tirib qo'yib, qarab bosib partiya degan gapning o'zi bir toza bir diyonatsizlik kelib qolgan gap shu. Shular partiya, Xitoymi deylik, partiya, kommunist partiya, demokrat partiya degan bu gapirnikiga o'xshaydi-da. Partiya demaydi buni, jamoat deydi, islom jamoati deb olib qo'ydi masalan. 98-yilda Pokistondagi qarindoshlarimiz shu yerga to'plashganlar islom jamoati deb atadi. Qachongacha shunday atadi desalar, 2002-yilgacha Pokistondagi Sharqiy Turkiston islom jamoati deb atadi. 2002-yilda Amerikaning bir turkum qarindoshlarimizni Amerika tutib olib Guantanamo turmushiga solib qo'ydi. Bir turkum qarindoshlarimizni Xitoy Pokiston hukumati tutib o'tkazib Xitoyga bergandan keyin Xitoy ularni etib bu yerda jazolab bu jazoni yurish qildi. Shundan keyinlar turib bu islom jamoati, Sharqiy Turkiston islom jamoati, Turkiston islom jamoatida bunda bir atlar chiqdi. Keyin 2003-yili 12-oyda Hasan Mahsumni Pokistonda shahid qilgandan keyin bu davrni dunyoga xeyli bakil chiqdi. Mayli g'arb matbuotlarida bo'lsin, g'arb siyosatchilar bo'lsin, ham Xitoy o'tiribdan dunyoga terrorchi deb 14 dona Uyg'urning ismini e'lon qilgan bu munosabat bilan bo'lsin, bu favqulodda bir axborot sohasiga ko'tarilib chiqdi. Chiqqandan keyin Sharqiy Turkiston Islom partiyasi degan bir narsa shu yerda o'tirib chiqdi. U jamoatniki mas'ul bo'lgan Hasan Mahsum yerda o'ldirilib bo'lgandan keyin buni ega bo'ladigan men bu ishning egisi men o'tirib chiqib bu harakatni men davomlashtirayotgan deydigan odami qolmay ikkinchi bir narsani qo'lga qilib qolgandan keyin g'ochilib Sharqiy Turkiston Islom partiyasi degan bu nomni o'tirib chiqadimi?
chiqqandan keyin Amerika'nın şundan bo'yicha qabul qilib, Sharqiy Turkiston Islom partiyasi terror partiyada keyin sürüştük baksular bir partiya degan bir narsa yo'q. Jamoat shakllanib, shu bir musulmon jamoatlar, bir ma'lum jamoatlardek har tarafdan kelgan fidokorlik to'plashib biz jamoat deb qo'ygan bir ish. Siyosiy programmasi yo'q bularniki. Faqat jihad qilmaymiz, kafir yo'q demaysan, men aytgan bir ish bo'lgandan keyin uni hech qanday bir siyosiy programmasi yo'q, partiyaviy, tashkiliy organ yo'q. Har qancha tekshirishim shu. Unda mana o Sharqiy Turkiston Islom harakati degan nomni qo'ydim keyin qarablar. Sharqiy Turkiston Islom harakati terror harakati degan maqol qo'yilgan bo'ldi. Ammo buniki yana suiiste'mol qilingan taraflar bo'lib qoldi. Barin inqilobininki, Barin inqilobi deb odatlanib ketgan bir inqilob bo'ldi endi bu. Shu 5-aprel Sharqiy Turkiston ozodlik harakatiniki, bu harakatninki suiiste'mol qilingan tarixiy asosi islomiy qanotda buni suiiste'mol qilib ketdi ko'proq. Hozircha davom ettirib keladi. Islom partiyasi deb yana qachon chiqqan bu esa yana shu barinda 5-aprel bizniki rahbarimiz, liderimiz Zayd Yusuf tashkillagan shu qurgan Sharqiy Turkiston Islom partiyasi biz shuni davom etib, buni o'tirib chiqarib olib, Iroqda, Afg'onistonda, Pokistonda, hozir Suriyada shuni so'rab yurib, biz shuni davom etib, mana monopol qildi. Bunda qilishda Barin inqilobida kishilarning zihniga singib ketgan, ichidan o'rnab ketgan bir hurmat bor ekanda. Shundan keyin tug'ilgan bolalarimiz hozir 27 yoshga kirdi. Hozir mana Suriyada o'lib yurayotgan yosh bolalar 18 yosh, 20 yosh, 25 yosh, mush yosh bolalarning o'zi 30-35 yosh kishilarning o'zimi shu vaqtda kichik, o nimaga Barin inqilobiga hurmati yuqori odamlar. Buni endi biz shuni davom etadigan bo'lgandan keyin, bizning shunday bir cho'ng bir qahramon liderimiz, bir mujohidimiz Zayd Yusuf shu Barin degan shu inqilobda tashkilot o'tirib qo'yib chiqdik-a, shu ishni davom ettiramiz bizda, mana bir qo'yib bo'lib ketdi endi. Buni ziyni ko'p bo'ldi hozir. Millatimizga yonarli ziyni ko'p bo'ldi. Suiiste'mol qilgandan keyingi ziyni ko'p bo'lib ketdi. Buning ega bo'lib, Mavsumninki bunda ko'tarib yurgan narsani emas deydigan yeni bir kuch bo'lmagandan keyin, ular insof kelmagandan keyin u odamlar ularni kimlar yetaklab uni mo'jizdab ketdi, Xitoyning qo'li olmadi, u rus KGB'sining qo'li oldi. Har xil istixborotning qo'li bo'lishi mumkin bu ishning orqasida. Ammo shu 90-yildagi Barin inqilobi deb atalgan bu mashhur inqilobniki keyingi davrlarda bo'lib, chet elda buni suiiste'mol qilish jarayoni shunday bo'ldi. Bu shuning ta'siridan foydalanib, shuni suiiste'mol qilganlik bo'ldi. Kishilarning ideistiki, fidokorlarimizning eng'isini ketgan bu bir jangovar bir kunninki, jangovar bir inqilobninki hurmatidan foydalanib, uni suiiste'mol qilib, aqsiga adam to'plab, nima ishlarni qilyapti, qayerda qanday harakatlarni qilyapti, dunyo buni tashqolda bilaylik, hozir oshkorlanib ketdi. Endi bizniki bundan yana umid uzmay, yana doim buni bir umid kutib mayli nima desin. Dunyo nima deb qasqasin. Burunda ansiraydigan bir ishimiz bor edi. 90-yillarda masalan yana terror degan bundan bizning vatanimizga kirib, Xitoyning tashviqotlari orqali chet elda bunda terror harakati va o'zing dushmanlarni qo'rqitadigan bir harakatda paydo qilgan o ongni. Keyin Xitoylar qisqada qilayotgan harakatin siyosiy harakat, ya'ni Xitoy hukumatiga qarshi bu yerning o'zini bir mustaqil qiladigan bir Xitoyga qarshi Sharqiy Turkiston mustaqil davlat qurman deydigan harakat qilsam, ig'ir jazolansa, qilgan harakatim terrorlik qilishadi. Bu so'nchilik desam, buningda ijtimoiy jinoyat qatorida biroz yengil jazolansadi, olda paynoq turib, bunda qilishlar jiq bo'lgan. Keyin 97-yildan keyin Xitoy ochiq oshkora dunyoga e'lon qildi. 97-yillar, 2000-yillar ansiraydi. Uyg'ur harakati terror degan bu qalpoqlik qilasi bo'lmaydi, bizi ig'ir ziyon bo'ldi.
ensireydigan işler var dedi. Hazır o qalbaq degende keye hazır tünüp yaptık. Kıldırıp geldi. Moşu Guantanamo apırıp sulap koygan aşı 20 neçe Uygur qerendaşlarımızın özüyen şunçilik masum günahsız fakat Xitay karşılan bir iddiası var balla o aşağıda dünyanın dünya xalqı qo'rqadigan bir vaziyatda shakllantirib qalbaqni ketdi. Ama oddiy bir narsa qalbaq yani terror degan qalbaqni kiyib qolishi oddiy narsaga aylanib qoldi. Bugungi kunda hozir ba'zi davlatlar masalan o'zining siyosiy muddaosiga uyg'un kelmagan odamlarga qalbaq kiydiriblar. Doktorlar, kasal davolaydigan doktormi o'zining mavqesiga to'g'ri kelmaydigan qolgan bo'lsa, boshqa bir ekimiga mansub bo'lgan bo'lsa, terrorchilar turmush olardi-ku. Maktabdagi o'qituvchilarni so'rayapti masalan, ba'zi davlatlarda ya'niki 100 minglab odamni qalbaqni kiydirib bo'ldi, terror deb kiydiryapti masalan. Shunda tinchlikparvar da'vat qiladigan, balla o'qitadigan davlatning universitetlarda o'qituvchilik qiladigan professorlarni tortib terrorchi deb turmaga aytayotgan bu ishlarimiz mana qarasa o bir qo'rqinchli yer emas. Faqatlam ikki dushmanning o'rtasida bir-biriga kiydirib qalbaqni deb oladi. Biz nima deymiz? Xitoy o'zi terrorchi deb, Xitoy davlati o'zi terrorchi deymiz. Xitoylar bizni terrorchi deydi. Yana demak, Uyg'urlar biror harakatni qilib, beshiga terrorchi degan qalbaqni kiyib qolishi qo'rqinchli bir ish emas, urkirak yeri qolmaydi deymiz. Demak, men nima harakatni qilsam, İslam halifiylik qurman demdi, islom davlat quramiz demdi, demokratiya qilman demdi. Nima desam, qiladigan ish Xitoyga qarshi ish qilish kerak. Xitoyga qarshi qanday harakat o'siq qilib, o'zininki mujohidlik majburiyatini, o'zining inqilobchilik majburiyatini, o'zining vatanparvar, millatparvarlik majburiyatini ado qilgan maydon nima desa, Xitoyga qarshi turgan bir maydon. Shu maydonda turib, qanday harakatni qilsa, terrorchilar qalbaq kiyib olindi. Ne bo'lishini qatnashib, Xitoyga qarshi harakat qilish kerak. Mana bu umiddan biz jollanamiz. Buni umid qilamiz. Xitoyga qarshi birli maydonda bitib ketdingiz hozir qilgan so'zingizda. Bu boshqa maydondan bor demoqchi bo'lmasiniz? Birli maydon degan gap, shu Xitoyga qarshi turgan maydon degan gap. Biz boshqa maydon hozir nimaga qarshi turamiz, kofirga qarshi turamiz deb ummatcha qilmasak qo'shilmam, bir ishlarni qo'shilmam dedimlar. Aşağı 10 minglab odamlar o'lib hozir ayada. Butun dunyoning bombalar aşağı tushib oldi. Odamlar aşağıda harom o'lib ketadi masalan, Suriya tarafida, Iroqda harom o'lib ketadi odamlar. Alloh afv qilsin, ularga jannatni bersin. Ular jannatni kutdi. Sabi shunda oxirma bo'llar. Jannat kirmizgan bir e'tiqod bilan aşağıda qaymoqtirilib, oldamchilarninki aqsiga kirib aşağıda o'lib ketadi. Ashning o'rniga Xitoyning bilgi çivet bolsun yürüp gelse şehit mi? Bunu bir meydanı açıyor. Barın şehitlerden. Vatanda hazır yanı kılvardı mesela. İşkerte burun gumudu oldu. Ufka birden ağını 3 yıl bir olup ki ayadaki Xitaylarını öldürüp aşağıda bazabaş koyuş. Sakçıklarını bıçakla öldürüp aşağıda kıldı. Aşvalığını eti vattı, atanlarını solu vattı, öğlerini çek vattı. O aşı bana Allah Teala cenneti bir adam. Bir meydan diye meydan açıyor. Ümmetçilik qilamiz deb bütün dünya buni artık aşı balla tushunmaydi. Ümmetçilik degan gapning o'zini nimaga aşı balla o'zi tushunmaydi. Masalan, musulmon degan chog'da Uyg'urlar bir musulmon ummatning bir qismi. Shu bizniki Qashqarda, Xotinda, shu Quchada, Oshada turib Xitoyga qarshi ish qilsa, shu ummatga qarshi ish qilgan bo'ladi. To'g'ri. Endi buni olib Shomda qilamanda yolg'on 7 sınıf to'qib chiqib qoldi. 7 sınıf aka bularning ichida. Cham berib o'zi jannatga kirdigan 7 sınıf. Hozirgi nimada? Hozir Turkiyaga qarshi, shu Turkiya o'zimizning qarindishimiz. Turk degan gap Uyg'ur asli tetak deydi. Boshqa narsa o'zlari qabila farqi haqida keyin o katta g'arbga jiraqlashib arablar bilan ko'rtlar, mo'rtlar yo'di, nimaga ati shalg'utlashib boshqa bir millatga ko'nib qoldi, ammo Uyg'ur tetak deyularniki. Ay Mongoliya tarafdan Orqun bo'yidan ketgan bizning shu vaqtga bir ota-onadan bo'lgan qarindoshlarimiz. Hozir ashlar ummatga urush qilib Turkiya hukumatiga qarshi, davlatga qarshi hozir turmida turibdi odamlar. Nadiki qandoq aqida, yani bir endi vatanda naki yaxshi qilyapti hozirgichilik, mayli o'sha xalifaniki buyruq deb qo'ysin, patlasin o'sha Xitoyni patlatdi, o'ldirsin shu Xitoyning g'olchilarini qoldirdi. Vatanda bir masjidning o'zini patlatmaydi yaxshi hozirgichilik.
Ondaq rəsatçılıq olmadı. İmam öldürürdü ama Kur'an'ı okup, hadisini okup, yalgan tercüme, hata tercüme kılıp, milletimizni, Müslümanların kaymuq turarkan münafık imamlarını öldürürdü. O haqlıq ceza. Lekin bular teği, yaqi. Biz cihad kıldık da meclisini partlatılgan, meclistin namaz okup çıkıvatkan Müslümanların arasına kirip partlatılgan, onda iş, Allah'a şükür, hazırlısı bombadı, bombadı bombaz. Ama cihad kıldıgan iş olsa, Xitayga karşı kılış gerek. Demek siz yukarıda bu Barın inqilabınınki şu 90'lı yıllardan başlap taki 2000'li yıllarçılık boğan vatan işçi sırtındaki bu azatlık hareketimizge kösetken tesiri doğruluk etraflı gap berdiniz. Hem de bugünkü günümüzdeki siyasi yani hareketler vatan sırtındaki ilip buratkan siyasi hareketlerde mi bunun tesiri var mı? Hem Barın inqilabının özü Qıran o aslında quralliq bir hareketine Xitayga karşı quralliq hareket qilib vatanni azad qilamiz, Xitoyni qo'llab chiqaramiz, mustaqil Sharqiy Turkiston davlat quramiz degan mushu ruh bilan, mushu nishon bilan tashkillanib shu yo'lda inqilob qo'zg'ab, jihad qilib, shehid bo'lib, aqlashgan, onun vatan ichidagi ta'siri hozirgacha bu vaqtda shu ayam deganda yine şu Xitoyga qarshi nima topsa shuni qilib pichoq tiqamdi, patiltamdi, kaltaga uramdi, nima qilsa shu bir harakat davomlashib kelyapti, shu ta'siridan davom etadi. Vatandan sirtidagi ta'siri siyosiy ta'siri degan chog'da shuni ta'sirini ayam deganda ham tashkilotlar qurildi, keyin yo bu zodi Barın inqilobining o'zi qurolliq harakat qilib vatanni azod qiladigan tashkilot deydi. Masalan 97-yili Sharqiy Turkiston azodlik tashkiloti deydi. Biz shu Barındagi Sharqiy Turkiston azodlik tashkilotining davom etib, onu shakllantirdik. Biz siyosiy ham qurolliq ikki tarafni birlashtirgan bir qism. 97-yildagi harakatlar. Ondan keyin bu ishlarimiz bostirildi. Yani o'zligini tugidi bostirilmadi. O'zaro ziddiyat bilan bu asta-asta asasen ahirlashib o şunun bilan tugidi. 2000-yilgacha bu Barın inqilobininki chet eldagi siyosiy ta'siri bilan shakllangan, o'tirib chiqqan o qurolliq harakat qilmaymiz degan mundaq bir qanot shu vaqtda tugiladi. Undan keyingi hozirgacha siyosiy iqlimdagi qanday ta'siri bor desangiz, hozir mavjud siyosiy iqlimlar nima endi? Siyosiy iqlim degan chog'imizda bu hozirgi mavjud siyosiy iqlimlar chet eldagi iqlimlar. Yani qurolliq harakatimiz degan bir xil programmasi yo'q. Hatta Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qilamiz degan programma yo'q. Nima qoldi? Hechimiz yo'q. Hozir bugungi mavjud siyosiy markazlarimizda onu faqatlam 4-5 aprel Barınning o'zida qahramonlarimiz, shehidlarimiz Xitoyga qarshi harakat qilganda bir so'z berishdan boshqa hechimiz yo'q. Ular deganki Xitoyni o'zilkisini qo'g'lab chiqarib, bu yerda bir mustaqil Sharqiy Turkiston jumhuriyati qurib, islom davlati qurib yashaymiz deb tashkillanib o'tirib chiqqan harakatdir, shunami? Endi bugungi kunda qo'p deysangiz, qaysi bir siyosiy iqlimniki, qaysi bir siyosiy markazda Sharqiy Turkistonni mustaqil qilamiz degan vaziyat o'z taqdiri yuz berayotgancha mujmal mishmash gapni qilib, avtonomiyaning gibi bayrog'ini ko'tarib yuboradi chet elda. Nerede qoldi uning ta'siri? Uyg'uristonda Sharqda bor. Hozir shu Barın inqilobiga munosabatlik u yerda yurib kelayotgan, chet elda yashab kelayotganlar chatga qilyapti hozirgi siyosiy ba'zi bir markazlar tarafidan. Mushuni yo'qotmasak bo'lmaydi deydigan shunday darajada, shuncha darajada chatga qilyapti. Bu yomon qiziq bir yeri chiqib qoldi hozir bu gapniki. Vatanning mustaqilligini talab qilmaymiz biz deganlarga har xil to'mat o'zi yashayotgan davlatlarda masalan har xil chatga kirishlar bo'lyapti. Siyosiy markazda siyosiy iqlimlar ba'zi rahbarlar tarafidan. Ondan keyin biz shehid bo'lamiz deb Suriyaga chiqib o'lib yurganlar, qo'pnimdaydi vatan millat deganlar bu murtad bo'ladi. Millat chekkanligi murtad bu dindan ajraydi deb ot o'lmakni chaplab chatga qo'yadi.
İki taraftan. İki tarafdan var. Endi biz deymizki siyasi yakımlar öz takdirini öz belirleydi diyen gapga karşı çıkmadık. Şunu dep bolsunmu? Av vatanimizdeki Xitayning selatgan zulmini dunyoga anlatib, azroq bo'lsin besh kuni yangi yil ta'mikilar sukut qildik biz mana bu zulmlarni. Qo'lladik biz bularni. Ular bizga qanday javob berdi? Hatta shu o'rinni, mashadiki bizning avlodlarimizni bir dini bilan bir uyg'urchilik ruh bilan tarbiyalaydilar, mosh maktabni ochib qo'ysak, shu taqtimizda kimligini qolmaydi masalan, ha? Mana bir masala. Biz ularni qo'lladik. Himoya qildik. Jiroq yaqindagi kishilar ko'p bo'la vatan sotadiganlar degan chog'da biz ularga yozma va so'zlar har xil raddiya berib tushuntirib keldik. Bular vatanimizdagi Xitoyning solayotgan zulmini g'arb dunyosiga anlatib, az zulmni to'xtatish uchun yo'l menotidi, yo'lni to'smaydi dedik. Hozir vatandagi zulm nega berib ketdi masalan. Xitoyning zulmi qayerga berib ketdi? Mahalleden yeni bir mahalleye çıkış için, başı mahalledeki sakçının, mahalle komşusunun başlığının ki, adam sık çıkış buldu, yeni bir mahalleye ötse, palani tukunun uygu başı bulurken, xərtini tambıqsını basmışsa, yeni bir mahalleye özünün dadısının, apısının uygu baranmaydı. Şu alet yetti. Öz takdirini öz belirleydi o, aklım yakıldı diye yetti, biz kütüqiyğandık. Xitay hazır vəziyyət şu alet yetkizdi. Öz takdirini öz belirleyimiz deb markirashni qilayotganlar, mustaqillikni uzun isib voz kechib dunyoga bayroq chiqarayotganlarning o'zi vatanimizga, xalqimizga bir piyola suvchilik yordami tegmadi. Biz o'rnini to'g'ri tushundik. Xitoy zodi bizni o'z ishchimizdan boshqa ziddiyatlashtirib, chet elda bizni yo'qotish uchun zodi hammani qildi. Xitoy unda oson u yerdan qo'l uzmaydi Xitoy. Deb biz o'rnini to'g'ri tushundik, ammo bular bizga mayli uch qoshlari bo'lsin, mayli ostiqdan bo'lsin, bu chet eldagi siyosiy erkinlar bizga erkin dushmanlik qildi, ziyonkashlik qildi. Ta'siri bormi-ki? İstanbulda masalan rahmat Maqsumning o'zi shunchalik tez olamdan ketdi. Unga har turli gumon bor, ammo o'sha odamning o'zi, o'sha kishining o'zi millatning iddiasini ochayli. Millatning o'zi din, vatan, millat deb bu uch nuqtani bir-birini tushunolmay o'rgatdi ekan. Shuni birlashtirib, zodi din, vatan, millat uchi bir-biridan ayrilmaydi. Mush millatning zihnini ochayli deb bosh tashkilotni qurdi, uni to'ymarni chaqildi. Kimligini qolmadi. Axir Alloh yo'lini ochib, u kishilar menga rivojlandi. Endi onu boshqa tarafdan qarshi chiqolmay, o tarafdan Xitoy qo'yib bergan, qapasini chiqarib qo'yib bergan bir turkumlar chiqib, zodi bu vatanchi. Vatan deganlar Allohga shirik keltirgan bo'ldi mushrik. Millat deganlar iymon yangan bo'ldi murtad deb o'sha diniy o'limalarimizga ashunaqasi shuncha zarar yetdi. Ama ikki tarafdan bir mustaqillik, vatanni ozod qilamiz, millatni mustaqil qilamiz, Xitoyni yerni yo'qotamiz, Xitoy yo'qolish kerak deganlarning o'ziga ikki tarafdan ashundoq mayli oshkor, mayli yushirin zarb berib keldi. Vatansizlikki hozirgi siyosiy iqlimlarimizdanmi zarb berib keldi. Qora ko'tirish, sheytimiz yo'qimiz deganlardanmi zarb berib keldi. Bu endi qo'mondoni qayerda bu ishniki qo'mondoni bir yerdan chiqardi bu harakatninki, bu iqlimninki. Biz hozirgi kelishik javob qilmadik, biz raddiya qilmadik. Bo'libmi siyosiy yaqin siyosiy markazlarga biz javob qilmadik. Hozirgacha biz qo'llayotganligimizni bildirib, u yerga berib, yig'inga qatnashib, Xitoyning ustidan shikoyat qilgan gibi javob berib ketyapmiz. O kishilarniki bir ko'ngli chiqayib qoldi bag'ancha. Agar Xitoy ashadin bir qirchilik bir zulmni çekindirgen bo'lsa, ko'tarayotgan bo'lsa, mayli bizni yüzümüzü tükürsünmeydi bular qandaydir. Ammo Xitoy ashada chekinib ochgan zulm zodi dunyoda tasvirlab bo'lmaydi. O xalqimizga qilayotgan zulmni hozir kishilarga tushuntirib bo'lmaydi, tushunmaydi. Odam unda yashamaydi o'da. Shunda zulm qilyotdiki, bular nimaga erishdi? Biz mustaqillik bilan aloqamiz yo'q. Ashada Xitoy bizga yaxshiroq kun bersa, biz şunaga razı deb bayroq chiqarib o'rnatib bo'lib ketdi bular. Biz aşı binasiga biz itiroz bildirmadik. Chunki bularda imtiyoz bor. Chiqib
Garip devletlerindeki BDT'nin Avrupa Parlamento sahnelerinde Aksaraylı sözleydiği imtiyaz boğan dekin. O şu imtiyazı bilen bu da halkımızın jığısını jığılatıdı. Xitay'ın üstüne şikayet vardı da biz onu qollab geldik bularni. Yine qollab geldik. Azıcık qollab kelyapmiz. Ama bular bizden fakat müstakillik talep kıldıgan bir iddiamızı karşı çıkardı. Ama bak yürek sakınlıgan bir iddia var. Müstakillik degan bir iddia var. O şu iddiamızı sıkıp çıkarıp yoktanmay avarcılık. Biz boşsuzumuz gerek. Ulan ağzı ketirip bitişimiz gerek. Ular içip yalnız dua kıpırıp meclisindeki aşkazının salametliği için sepede oldursak andikin hoş oldu var. Bizge şunçilik ruhi, manevi cihetten ziyankeşlik kıldı, maddi cihetten ziyankeşlik kıldı. Moşayı uqatkan ballarının özüne aldığına tosup atanısı öğretmenimde Moşa hazırlıkçık uqan bolsa ballar nurgulları diniz, ma'lumotluq çıktı. Nurgun balı çekin hazır 5 yıl oldu Moşa'nın ballarını tezdi attı. Onda ziyankeşlik kıldı. Milletimizi ziyankeşlik kıldı. Demek, Barın İnqilabi'ninki chet eldeki siyasi erkimde hazırkı təsiri qanday deseniz, o düşman desek oldu. Barın İnqilabi'nin royuğa karşı bayrak çıkıvat desek oldu. Hazırkı vaziyet aşağı geldi. Ama bunlar dersin yıkıp götürdü. Numus kılmayla Barın dişkeyitlerimiz Xitay'a karşı mondaş cihat kılıp, cihat da sözler kılıp bazı bir əhlimilərin qışığı yaparsa, anda sözü şu ablanın ki, dersin yıkılıp suistimal kıvatıdı, texnik yıkır. Bunu aslında oturup duruş gerek. Bularını ki kılıvatkan bazen bir özleri xalap, qəsdən kılıvatkan, ya ki özleri bu siyasetini bilmey, səvəlliklə kılıvatkan, ya ki bir gariplik, ya ki çaypıl, bir dağlarının çaypılını yakaşlap, bununla kılıvatkan bu hatalıklarını, vatan milletine ki bu arzu iradeleri xilap katkan işini biz deyişimiz gerek, bunlara üzgü deyişimiz gerek, hem halkımızın bildirişimiz gerek. Bunu da şükür edersek, kaçan kıldı fırsat bizge, yaklaşık fırsat kaçan kıldı. Moş gapnimi demeyi fırsatını moşla tutup oldursa, moşu iş hak okşaydı, Uygurlar zaten müstakillik talep kılmaydıgan, millet okşaydı olaydıgan, bu hükümün özü dünyada bizge kiçilik tutudu. Hazır ama bu oldu. Garip dünyasıdaki nurgulluğun tədqiqatçılar mesela akbarat demez, tədqiqatçılar. Uygur meselesini, Xitay Uygur meselesini tədqiqat kıldıgan, tədqiqatçılar da vatıdı ki, Uygurlara müstakillik gerek. Bu Uygurlar böyle kandak yolundan bulmuşsun, özünün müstakilliğini talep kıldıgan millet bular. Bular müstakil bulmay, u yerde özünün mevcudluğunu saklap kalanmaydı der, tədqiqatçılar oturup yatıdı ki, ama bizim adamlarımız ne koladıdı? Yok, biz öz dağdığının öz belirleyen bir şunçuk bir erkillik gerek bizge vatıdı. Xitay'ınki küllerinin biri kilip, Xitay demokratiyi ötüp, Uygurlar öz dağdığının öz belgelisi burudu deydiğen referendumga ruhsat kıldıgan vaqt kelgen çağın özü de Xitaylar o ruhsatını kılmaydıganlıqını garip dünyası buldu. Öz dağdığının özü belgeleş deyen gapın özü aldılan şu təvəlik olğan hükümranlık batqan devletin özü kubul kılışı gerek. Muamellər müstakil olsa, yani müstakil emas, öz dağdığının özü belgeleş için avazı koyusu buludu da Beijing hükümeti, demokratik Xitay hükümeti təsdiqləş gerek. Şu vaxtda avaz koyamaydı Uygurlar. Bombası çıkıplan avaz koyamaydı. Tayvan'la qanday qatıdı? Tayvan'ın özü hazırlıkçı müstakillik avaz koyamaydı. Yunusqa, Beijing Xitay bizden bir kısmımız o. Biz Gomindan hükümetiga varis korluqda hakimiyetini ötküzüp aldık. Fakat iki partiya, Gomindan partiyası, Komünist partiya Cumhuriyeti'den, Gomindan partiyası yenilip hakimiyetini biz ötküzüp aldık. Tayvan bizim idaremiz aslında. Dep ayağı müstakillikka tosulğalı Tayvan'ın özüge. Uygurlarga müstakillikka öz taqdirini öz belgeleşik avaz qalaş, bunu garip dünyası bildi. Uygurlarınki uyarı tenişlik bilen Xitay'ın kol asırın öz taqdirini öz belgeleydigan bundaq referendum bilen müstakil bulduğan o fırsatı erişemaydiganlıqni, Xitay onu ruhsat kılmaydiganlıqni, Xitay'nın mayli demokratiyası, mayli komünizmi, mayli bir İslam xilafet ülkesini Xitay bu işe yol koymaydiganlıqni garip dünyası tədqiqatçılar bildi. Bilgeçkinim deyden deyken Uygurlar zaten bu chet eldekileri vatandaki Uygurlarga vekiller kılanmaydı bular. Bägir başta yaldığımız konferans kılıp yürüyen hak bu deydigan madaqlı bağa verdi bularga. Bununki oyunçuğa iş emas bu. Öz taqdirini öz belgeleş degan bu prinsip bilen çıqqıl bolmaydiganlygy. Hatta o imkoniyatga Uygurlarning erişemaydiganligini garipler bildi. Hem bu işqa
ikkinchi bir davlat aralashmaydi. Yoki Uyg'urlarni ajg'ini asqancha o'ltirib, yerim uxlab o'ltirib, Chauchetdagi Uyg'urlarni aldab, bizniki siyosatchilarimiz dunyo aralashadi. Demokratik prinsip bilan u yerda Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini e'tirof qilishadi. Xitoyga dunyo aralashadi deydi. Xuddi hozir aralashmayotgan o'xshashlar shu vaqtda aralashmaydi. Faqat axborotda u yerda so'zlab qo'ydi. Xitoylar Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini e'tirof qilib, referendum qilishga yo'l qo'yish kerak degan gapni faqat so'zlab qo'ya oladi. Axborotda so'zlab qo'ya oladi. Ammo Xitoyga "Meni e'tirof qil, biz BDT'ning o'lchami xalqaro o'lcham bo'yicha Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash uchun referendum qilishga biz ega bo'lamiz. Xitoy samani qabul qilsa-da, hech kim majbur qilmaydi. Unda bu hozir Suriyaning ishiga bitim aralashmayapti masalan. Aşağıda milyonlagan adam vayron bo'lib ketdi, qancha 100 ming odam narx o'lib ketdi hozir o'lib kunda. Shu vaziyat ostida mayatki ahvolni tinchlik bilan hal qilaylik degan gapga aralashmaydi hech kim. Onda bu g'arb dunyosi bildi, siyosatchilar bildi, Uyg'ur va Xitoy ishlarini tadqiqot qilgan mutaxassislar bildi. U yerda bir referendum bilan Uyg'urlar mustaqillikka erishamaydiganligini, undaq bir referendum qilish huquqiga erishamaydiganligini bular biladi. Bilgachga shunga Uyg'urlarniki da'vo dasturlarini tinchadigan odam yo'q, shu yilda bir qatam u yerga berib so'zlab qo'ygandan boshqa ilgirlash yo'q, hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Xalqimiz qarshi qoldi. Agar asl natijasi bo'lgan bo'lsa, Xitoy demokratiyaga o'tib, qachon o'tadi? O'tgancha qichirib o'ltirib tutib turiladigan bunday vaziyat u yerda mavjud bo'lmaydi. Xitoymi o'ziga nisbatan demokratik Xitoy deganligi, demokratiya deganda fikr erkinligi, iqtisodiy erkinlik, bir qancha erkinlik bo'ladi. Xitoy faqatlam ko'p partiyalik tuzum asosan yo'q. Ondan boshqa hamma narsa erkinlik. Xitoylarni qila oladi, Xitoyning davlat tuzumlarini tanqid qila oladi, Xitoyning davlatlarida erkin fikr qila oladi. Ammo faqat Uyg'urlar hech nima yo'q, yashashim yo'q Uyg'urlarga. Ammo shu vaziyatga qanday tushyapmiz? Bunu da işini qilmish bo'lmadi chatalda. O'z taqdirini o'zi belgilaydiganning da'vosini qilib, hozirdan boshlab bu da'voni qilishchilik shuni qilmay, o'zi bir ishlar amgak qilib jannatga kirish bo'lmadi bular. Uni chet elga Amerikaga davjimisimi, Yevropaga BDT davjimisimi, Xitoy demokratiyaga o'tgan chaqda shu o'z taqdirini o'zi belgilamadi, optimizmlamadi. U avtomatik bo'ladi, Xitoyning bo'lgan ish bu. Chet eldan hech kim aralashib Xitoyni manda qilishga dirolmaydi. Chet eldan faqat aralashadigan nima esa Uyg'urlar manda zulm sep ketmaydi deganga faqat gap qila oladi hozir. Shu gapni Xitoy qilishadimi? Bunda ahmaydigan yoki lati gapni qilib Uyg'urlarni qaymoqtirib yurish bo'lmaydi. Rost gapni qilish kerak. Vijdoniga yuz qilish kerak. Men o'ylayman, vijdon yo'q bo'ladi. Vijdon bo'lsa unda aldab yurmaydi millatni. Qaynab qoldim, hurmatli qarindoshlar. Bugungi bu kun shunday ulug' bir kun Uyg'ur tarixida o'tgan. Texi bu barın hareketi texi tarix katılıp ötmedi. Onun neticesi texi to'liq ağırlaşıp çıkmadı. Ötgenden bir söhbette bunu oturup koygan ben. Barın Nikolay fakat 5 aprel günü oturup çıkan bir kurallık hareket. Onunki texi kulası texi çıkmadı. Bu tarih ötmedi. Tarih ötüş için o hareketin devamıdır. Ya ki icabi netice çıkış gerek Uygurlar için. Ya ki salbiy netice çıkış gerek. Bir xulası çıkıp, zaten barın inqilabı boşunma sebepçi bo'lgan degan tügün oturup koyulgan çağda andakin tarixi o'tgan bo'ldi. Demek bu tarixi o'tmedi. Ama tarixi o'tmagan ekan bu davomlashayotgan bir kun degan. Davomlashayotgan bir kun, davomlashayotgan bir inqilob, mayli qanday shaklda, qanday nomda bo'lsin, davomlashayotgan bir harakat. Bunu suiiste'mol qilayotganlar, bunga qarshi turayotganlar erkin dunyoda bo'lyapti bu ishlar. Müşni qarindoshlar, dunyoning qaysi joylaridagi tashkilotlarimiz, vatanparvar, millatsuvar qarindoshlarimiz, din uchun xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz astoydil yaxshi o'ylanib bo'layotgan bu chet eldagi vaziyatlarimizni yaqindan kuzatib, tahlil qilib, bir to'g'ri bir chiqish yo'lini tepishga hammamiz tirishsak, meniki orzuyim shu. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Bugungi bu programda yaxshi atrof televizor ekrani alır qarindoshlarga
sohbet kıpırdınız. Biz bugün elbette bu program arkalık kahraman şehitlerimizle eslayımız. Onların aile tavabatlarına yani âli ihtiram bildirimiz ve bugün gücülük turmalarda azap çekip otkan, turmala zindanlar yitip otkan o kahramanlarımızı Cenab-ı Allah'tan sabır ve güç kuvvet dileyimiz. Qarindoshlarning ki bu programni ko'ngil qo'yib anlaganligiga ko'p rahmat. Başka bir programda görüş ümidiyla. Xayr, Allohga emanet.